Yaxşımısızlar köpçilik, qanaqa ahvalinglar, yaxshimi? Men YouTube kanalga chiqarganға bir qancha temalarni tayyor qilib qo'ygan. Shuni qaysini avval chiqarsam bo'ladi deb Facebook chiqarib qo'ysam, shu ko'p uchraydigan daraxtlar temasini avval chiqarang deb yozganlar eng ko'pga, shuning uchun sizlarning telefonlarga asosan bu temani chiqarmoqchi. Ya'ni bu ko'p uchraydigan daraxtlar temasi bu bir qism bilan tugamaydi va yana davomlashadi. Unda bo'lsa diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Endi men bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan daraxt bo'lsa, zarang daraxti. Bu daraxt butun dunyoda, jumladan bizning vatanimizda intayin ko'p uchraydi. Shu Urumchining shahri ichida yo'l bo'yiga tikilgan daraxtlarning ko'pinchisi anandan keyin Shinjong universitetining maktab qurusidimi intayin ko'p uchraydigan daraxtlarning birisi. Bu yerdagi asirasi deganimiz zarang oilasi degan gap bo'ldi. Buning oxirgi 3 harfi IAI bilan oxirlashgan. Ya'ni IAI bilan oxirlashgan latin so'z ko'pincha hollarda qarablam buni oil nomiga deb bilib bo'ldi. Uning aslisi asir al deb turdi. Asir deganimiz buning urug'dosh nomi, Aljik deganimiz bunga ism qo'ygan dangliq taxonomchi Linneninki qisqartirilma ismi. Endi bu rasmda qarasanglar, yopirmoqning ustida bir qo'sh qanotliq bir narsa turibdi. Bu yopirmoqning ustida to'g'ni, buningki dal mevasi. Buning mevasi qo'sh ochmoq meva. Mushu qo'sh ochmoq mevaga qarab turib biz zarangni tunuymiz. Endi bu oilaga tava, zarang oilasiga tava turlardan 129 tur bor. Ya'ni oilaning ostiga tushsak urug'dosh bo'ldi, urug'doshning ostiga tushsak anandan keyin turlar bo'ldi. Bu rasmga qarasak, zarangning yana bir xil turi. Ya'ni buni yopirmoqqa qarasanglar, oldidagi rasmdagi zarangning yopirmoqqa butunlay o'xshamaydi. Oldidagisining yopirmoqi oddiy yopirmoqdi, buning yopirmoqi murakkab yopirmoq. Ya'ni mishadan boshlab mishaygacha bu bir tal yopirmoq, bu shox emas. Bu asir negando degan tur. Bu turni nimishqa intayin aniq bilmaydiganda, chunki bu tur bizning Shinjong universitetining maktab qurusida intayin ko'p deya, shunga bu asir urug'doshining ichida, zarang urug'doshining ichida shu murakkab yopirmoqlik turdan birisidan bo'lg'achqa buningga shunaqa ism qo'ygan uyg'urchada. Murakkab yopirmoqlik zarangning mevasi qarasanglar, buning mevasimi yana o'xshashlam qo'sh ochmoq meva, ammo bu qo'sh ochmoq bunday qaraq bulung hosil qilgan, bir oldidagi turninki tuz issiqligi, ya'ni 180 gradus holatda shunaqa. Ammo maning mevasining qo'sh ochmoqi bir xil 70-80 graduslik bulung hosil qilgan holatda. Ondan keyin taxminchiklab qarasak, masalan, meyadagi monikininki shakli, ondan keyin mevasining cho'ng kichikligi, denga o'xshash inchikka tafsilotlarmi o'xshamasligi mumkin. Ondan bu oilaga tava turlarning mevasi biz yeydigan boshqa mevalarga o'xshash bundaq yoz vaqtlarida yeshil, kuz kirgan sira qizirdigan, sog'irdigan ahvol mavjud. Shunga buningki rangini bek muhim o'lcham qilib olmaymiz. Chunki bu daraxtlarning mevasi degan, o'simliklarning mevasi deganimiz faslning olmishiga ergishib rangi o'zgardi. Bu hammamiz biladigan asosiy sabab. Shuning uchun buning mevasining rangiga bek chang eslay olmaymiz, ammo shaklga bek muhim qaraymiz. O'simliklarni turga ayirgan vaqtida shakl rangdan bekrak muhim o'rinda turdi. Ko'rib baxsam, bu zarang urug'doshining dorilik xususiyati to'g'risida yozilgan bir maqola uchrab qoldi. Bu maqolaning temasi qiziqadiganlar izlab tepib tafsilotini ko'rib baxsanglar bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, har bir o'xshamaydigan zarangning turininki qo'zoqlari, yopirmoqlari, ba'zilarining mevalarininki har xil kasallarga shifo bo'lganligi tafsili yozilganki, qiziqadiganlar tushirib ko'rib baxsanglar bo'ladi. Bu urug'doshni, bu daraxtni nimishqa tundim deganda, bu intayin ko'p uchraydigan daraxt bo'lib qolmay, yana doğruluk xususiyatga ega ekan. Uyg'ur tiyobatning kitoblarini aqto'saq, bu zarang urug'doshi taqa Uyg'ur tiyobat kitoblarida ishlatilmagan, kelgusida ishlatilib qilish ehtimolligi cho'ng bo'lgan. Atrofimizda intayin ko'p uchraydigan daraxtning birisi bo'lg'achqa, bu to'g'risida ayrim video ishlab sizlarga sundim. Yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman.
Bu video to'g'risida yana kanallarda aniq bo'lmagan yoki boshqa taklif fikr yoki boshqa har qanday inkaslarыңlar bo'lsa astiga inkas shaklida qoldirsanglar bo'ladi. Anglag'aninglarga ko'p rahmat. Kelarki sonda ko'rishayli. Ko'p uchraydigan daraxtlar videolari yana davomli huzuringlarda bo'ldi keyingi sonlarda.